jurnalistik surishtiruvni o'tkazdik. Haydovchilik guvohnomasini hech qanday o'quv kurslarisiz va yugurlarsiz tayyorlab beramiz deyotganlar bilan bog'landik. Qizig'i shundaki, ular ushbu guvohnomalar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bazasida ham qayd etilishiga ishontirishmoqda. O'zi haydovchilik guvohnomasini olish bir qiyin. Albatta qiyin erishiladigan ishning har doim oson, biroq qing'ir muqobili bo'ladi. Bu bilan men ularni oqlamoqchi emasman, bu tabiiy holat demoqchiman. Navbatdagi lavha ana shunday firibgarlarning bir nechtasi haqida. Xizmat narxi 500 AQSh dollaridan boshlab 7,5 million so'mgacha. Qo'shtirroq ichida ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun boshlang'ich to'lov esa 50 AQSh dollari to'langanidan keyin mijozning haydovchilik guvohnomasini tayyorlash boshlanadi. Eng achinarlisi shundaki, qalbaki haydovchilik guvohnomasini yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ma'lumotlar bazasiga ham qo'shib berilishi aytilgan. Bu xizmatdan foydalanganlar ham borga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Ancha vaqtdan beri pravo olishga qiynalib yurgandim va o'sha do'stlarning maslahati bilan pravo uzuviga murojaat qilgandim va pravoga ega bo'ldim. Ular imkonsiz ishni qilishdi, qisqa vaqt ichida haydovchilik guvohnomasini olishga yordam berishdi. Hech qanday to'lov qilishga qo'rquv bo'lishi mumkin emas. Ularning tajribasiga hech qanaqa shubhalanish yo'q. Ishlariga rivoj, hammaga tavsiya etaman. Bu videodan so'ng hayratimiz oshdi. Savollar ko'paydi. Davlat yo'l harakati xavfsizligi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan 51 ta holatda Jinoyat kodeksining 228-moddasiga asosan chora ko'rilgan. Ammo shunga qaramasdan bunday holatlarni yana uchrayotgani achinarli albatta. Biz ham Qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlarga mijoz niqobi ostida murojaat qilib ko'rdik. Ular hech o'ylanib o'tirmay narxni aytishdi hamda qaysi toifa kerakligini so'rashdi. Hujjatlarni qalbakilashtirish noqonuniyligi barchamizga ayon. Bu borada qonunchiligimizda nima deyilgan? Advokat sifatida ochiq aytamanki, hujjatni soxtalashtirish bu shunchaki ma'muriy javobgarlik emas, bu jinoyat hisoblanadi. Aynan pravani soxtalashtirayotganlar Jinoyat kodeksining 228-moddasiga asosan jinoiy javobgarlikka tortilishi aniq. Aynan pravani tayyorlashning o'zi ham jinoyat. Uni qalbakilashtirish ham jinoyat, uni sotish ham jinoyatga tenglashtiriladi, ya'ni jinoyat hisoblanadi. Demak, yuqorida keltirilgan harakatlarni agar shaxslar bir guruh bo'lib sodir etsa, hattoki 3 yildan 5 yilgacha ham ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Nafaqat hujjatlarni qalbakilashtirish, balki ularni sotib olib foydalanish ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, pravani sotib olayotganlar ham birdek javobgar hisoblanadi. Ya'ni pravani sotib olib, undan foydalangan shaxslar hattoki 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Endi meni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, bu pravani sotib olayotganlar odam o'ldirish huquqini sotib olayotganlar deb hisoblayman, chunki pravani sotib olayotgan shaxs unda demak yo'l harakati qoidasini bilmaydi, tegishli o'qishlarni tugatmagan va davlat imtihonlarini o'tmagan va albatta bunday shaxslar jamiyat uchun potensial qotillar hisoblanadi. Agar yuqorida keltirilgan dalillar rost bo'lib chiqsa, qalbaki guvohnoma savdosi bu shunchaki firibgarlik emas, balki yo'l harakati xavfsizligiga ochiq tahdiddir.